Sen qaysi bet bilan mendan pul so'rayapsan, tushunmayman shu narsani. U 1 yildan beri ahvolga qaragan, hech narsa o'zgargani yo'q. Keyin bitta narsani esingdan chiqarmagan. Oldingi safar bergan pullarimni ham hammasini qaytarasanlar. Tushundingmi meni? Ustani peshonasiga teri qotmasdan turib haqqini berish kerak deyishgan. Boylarni nima boy bo'lyapti desam, bizda ustalarning haqqini yeb boy bo'layotgan ekansizlar-da. Qilgan mehnatimgacha umuman rozi emasman. Teshib chiqsam. Akbar aka, o'zim uy boshlashim xato ekan. Bu sotoraman. Nima variant berasiz? Ravshan aka, o'zingiz qurilish qilsangiz, asab buzilib, vaqt yetkazib berasiz. Yuring, tayyor sizga oshgan hovuz uylarni ko'rsataman. Ketdi aka. Aka, menga ma'qul keldi. Nima endi bu qanaqa bo'lyapti joylar? Aka, bu oshgan hovuz uylardan nima yutasiz? Ha. Siz o'zingiz qurilish qilganingizda siz 100 ming dollarga plan qilsangiz, o 100 mingga bitmaydi. Ortiq xarajatdan qutulasiz. Ha, jonga tegdi bor. Hammasi plan bo'yicha, reja bo'yicha, loyiha bo'yicha bo'ladi. Ha. Va siz aytgan sharoitda hammasi bo'ladi. Aka, menga ma'qul keldi. Qurilayotgan joydan ham oson bo'ladimi? Bo'ladi. Hozirgi kunda Otchoparda quryapmiz. Gungan mahallada quryapmiz. Hop, Уже tayyor bo'lib qoldi. sharoitlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Yana qo'shimcha tomoni sizga maslahatingizga binoan qayerdan o'zgartirib berishimiz mumkin. Ha, o'zim xohishimga qarab, ha. Shunday. Xo'sh, unda nima qilamiz, aka? Pastki nomerni qoldiramiz. Uy boshlamoqchi bo'lgan, aynan Qarshi shahri bo'ladimi, Shahri Sarz bo'ladimi, Yakkabog' bo'ladimi, Dehqonobod bo'ladimi, bizga qiziq yo'q. Shunday. Boramiz, joyini ko'rib, cho'tka qilib, xudo xolasa uyni ham ko'tarib beramiz, aka. Ha. Inshaalloh. O'rtoqlar tezda murojaat qilamiz pastki nomerlarga, xudo xolasa sizlar uchun eng manfaatli hamda eng premium kategoriyadagi hamda arzon narxlardagi Oshyon House uylari. Rahmat. Akbar aka, o'zim uy boshlashim xato ekan. Bu sotoraman. Nima variant berasiz? Ravshan aka, o'zingiz qurilish qilsangiz, asab buzilib, vaqt yetkazib berasiz. Yuring, tayyor sizga oshgan hovuz uylarni ko'rsataman. Ketdi aka. Nima endi bu qanaqa bo'lyapti joylar? Aka, bu oshgan hovuz uylardan nima yutasiz? Ha. Siz o'zingiz qurilish qilganingizda siz 100 ming dollarga plan qilsangiz, o 100 mingga bitmaydi. Ortiq xarajatdan qutulasiz. Ha, jonga tegdi. Aka, menga ma'qul keldi. Qurilayotgan joydan ham oson bo'ladimi? Bo'ladi. Hozirgi kunda Otchoparda quryapmiz. Gungan mahallada quryapmiz. Hop, Уже tayyor bo'lib qoldi. sharoitlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, yuqorida holatda aytilgan qurilish cho'zib yuboringlar deyapti. Lekin bu asosiy sabab qurilish cho'zish bo'lmaydi. Hozirgi kunda yana ko'p ustalarni, uy egalarining og'riq nuqtasi 30 mingga bir ishni gaplashadi, 50 ming ish talab qilishadi. Yoki ustalar ham 50 mingni gaplashadi, 30 ming ishni qilib berishadi. Va o'shandan ham muammo kelib chiqadi. Bunga nima qilish kerak? Bunga bizning tavsiyamiz uy egasi yoki usta kelishayotgan paytda bitta ishda buni albatta tavsiyalar qanday bo'ladiki, narxini gaplashayotgan paytingizda hajmini gaplashing, vaqtini gaplashing, qilinadigan ishlarni o'zgaradigan holati bo'lsa u qanday bo'ladi, qo'shimcha qurilish bo'lsa qanday bo'ladi, ertaga uy egasi material olib kelib berolmasa qanday bo'ladi, yoki bo'lmasa ustalarni ish chiqib qolib ish cho'zilganda qanday bo'ladi. Mana shu masalalarning hammasini yozma kelishib olish kerak. O'shanda arzimagan narsaga ota go'ri qozixona bo'lib yurilmaydi.